Assalomu alaykum akalar. Mana bugun biz Andijon viloyat Saka tumanidagi konteyner mahsulotlarini ishlarini tekislab profil qiladigan joydamiz. Sexda o'zida. Mana bunaqa firmalar yasalgan joylarga mana keldik. Ko'rishinglar mumkin akalar. Mana ko'ringlar. Uzunligi mana 12 metr. Bularni bitgan holati emas aka. Mana bitgan holati mana bunaqa bo'ladi akalar. Ikkitasi bitta qilingan holatda. Ikkitasi bitta qilingan holatda, bitgan holatda bo'ladi. Bemalol bezisdan turaveradi aka. 12 metrga turaveradi. Lekin loy bosish, lo'mbozga bu bo'lmaydi. Loy bosilmaydi bunda. Xolos shifer yo bo'lmasam tunaka yopilishi mumkin. Loy bosilgani qilingan emas. 12 metrga. Endi shunaqa firmalar kerak bo'lsa bemalol telefon qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab bu ish yo'lga qo'yilgan akalar. Biz ham hozir Xorazmda temirini ana yuklatyapmiz. Xorazmga yukimiz chiqib ketish kerak. Shunga kelgan joyimiz akalar. Bu profil akalar mana yakkalikda bo'lgan. Shuni ham bir tanishtirib o'tay. Yakkalikda bo'lgan, hech qanaqa korobka bo'lmagan. Ancha mustahkam mana. Hozir lo'millatish ham qiyin bo'lyapti buni. 10lik. Mana bu 10lik bo'ladi. 10lik, bu ham 10lik. Ichi 9likda bo'lgan. Bu 9lik, 10lik, tepa bilan past 10lik, bu 9likcha. Ko'rishlaring mumkin mana. Bejirim holatda chiqadi. Juda chiroyli. Bunga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bez ustini bemalol telefon qilishlaring mumkin akalar. O'zbekiston bo'ylab bu ishimiz yo'lga qo'yilgan. Mana kichkinaroqlari bo'lsa ham telefon qilishlaring mumkin akalar. Ko'ringizlar. Biz bir necha kun oldin bunaqasidan to'qidik. Faqat biz tepa bilan past korobka qildik yaqinda, 3-4 kun oldin. Mana bu holatda bo'lsa, undan ham baquvvat bo'ladi akalar mana. Qo'shilgan holatda. Juda ham baquvvat.